Assalomu alaykum. Meni vatandoshlarim, qishloqdoshlarim. Tuzumsizlar. Mana bu Uzuntepaga kirish ko'prik. Kimda hissasi qo'shilib turgan bo'lsa, o'ta katta savob ishlarni qilyapti. Davr qiyomatgacha mana shu ko'prikdan savob borib turadi. Mana shu ko'prikka hissasi qo'shib turiladi. Mana bu ulug' Ramazon oyida mana iftorlikqa tayyorgarlik hozir. Aladiz. Men qishlog'imdan faxrlanaman. Mahallamdan, shu katta kichik hammadan. Zo'r, maladiz, to'g'rimi? Madlam. Meni xizmat qilib turgan bolalar. Asa zo'r bo'lyapti. Povur akalarimizga ham, Ilhomjonga ham. Yana shida kimda hissasi qo'shib turgan Botir akamga ham mana bu. Turg'on Muzaffar ham, Shukurulloga ham, Sobir aka ham, Husan aka ham. Kadrga tushmagan. O Sobitali. Salab qilamiz meni. Hamma. O'sha 50-yildan tortib to 2024-yilgacha xizmat qilib turgan bolalarga ham, qahramonga ham. Maladiz. Akmal akam, mana Sherzod. Nurulloh. Maladiz. O boshqa kadrga tushmay turganlar ham Mo'riddin. Zo'r. Sherzod qochib ketaverar ekansan sen bari. Mo'riddinmi? Sherzod. Mana shu ko'prik bitgandan keyin hamma eng so'nggi mashinalar minib bilan o'tishni nasib qilsin.